10. pare. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, bilinglar ki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqribolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nohaq ayrilgan kunda, ya'ni Badri urushi bo'lgan kunda, bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. O'z vaqtida sizlar vodiyning Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodiyning Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozliqini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrida mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning mundaq qilishi halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Alloh bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida Alloh tushingda sana ularni, ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinish tushadi va jang ishida cho'qim dardalash qiladinglar. Lekin Alloh sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Alloh dillardagini albatta bilib turg'uchidir. Alloh bo'lishga tegishli ishni ishga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chig'inglarda dushmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi. Va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh o'zi xohlagancha hukm qiladi. Ey mo'minlar, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chig'inglarda sabatlik ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Bütün söz harakatinglarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qiluvchilar bilan billadir. Yurtlardan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilar, ya'ni Quraysh mushriklariga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sidi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabih amallarini chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi, men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton orqasiga chekindi va men sizlardan oda judaman, sizlar ko'mayotganini haqiqatan ko'rib turibman. Men rostla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. O'z vaqtida munofiqlar va dillarida kesili, ya'ni shak bola. Bularni, ya'ni musulmonlarni ularning dini oldidi. Ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turug'liq ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimki Allohga yo'lindikan, Alloh uningga albatta yordam berdi. Chunki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Farishtalar Badri urushida kofirlarning jonlarini ilvatganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning ko'ydirgichi azobini tetinglar deydi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatlaring, sizlarning qilmish
jinoyatinglar tüpeyildindir. Allah bendelerge zulüm qilguvchi emasdir. Bu kafirlarning gunoh qilish odati Fir'avn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Bu ya'ni ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmoqchi. O'zgartmaguncha Allah ularga bergan ne'matini o'zgartmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ularning odati Fir'avn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi-ki, ular Parvardigorning oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlar tufaylidan ularni halok qildik. Fir'avn jamoasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrilik va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'ldi. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrida ching turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklari ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidisini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Ular bo'lsa har qitimda muahidisini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarning kechishi va ibrat erishi uchun ularni qattiq jazolig'in. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidisini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzishgan qavmdan xiyonat shapisi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Badri urushida o'ldirilmay qolgan kofirlar qutuldiq deb o'ylamasin. Ular Parvardigorning jazosidan haqiqatan qochib qutulolmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishcha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Allah tanıydı. Sizlerning Allah yolida sarf qilganinglar mayli nim bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmo tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Agar ular tayyorlik qilib uchun sulhi bilan seni oldirmoqchi bo'lsa, Allah ularning sharridan shaksiz sana kupoyi qilg'uchidir. Allah seni o'zining yordami bilan va mo'minlar bilan kuchlantirdi. Allah mo'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirolmayding. Lekin Allah o'zining qudrat kamolisi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey payg'ambar, yolg'iz Allah sana va sana ergashgan mo'minlarga kupoyi qiluvchidir. Ey payg'ambar, mo'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, kofirlardan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib, Allohning hikmetini tushunmaydi. Allah endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizliklaringizni bildi.
Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, 200 dushmanni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'ladigan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Alloh chidamliqlar bilan birlidir. Payg'ambarga ziminda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib, ya'ni mushriklikning hayvisini yo'qitib, islomga quvvat bermay turib, asirlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mo'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azilisi bo'lmasa edi. Asirlardan fidya olganliqinglar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ey jihad qiluvchilar jamoasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yanglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Bandalariga mehribondir. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan ilingan fidyadan yaxshiroq narsani berdi. Ilgirki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qiluvchilarni mag'firat qiluvchidir. Bandalariga mehribondir. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni mushu asirlar iymonni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufri bilan, ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Alloh bo'g'isi hamma ishni bilguchidir. Bo'g'isi hamma ishni bilguchi. O'z hikmati bo'yicha ish qilguchidir. Iymon etqanlar Allohni va Allohning payg'ambarini suyish yuzidan yurtini tashlab hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilganlar, ya'ni muhojirlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansorlar. Ani shular albatta bir-biriga egidir. Ya'ni bir-biriga yordamchidir, bir-biriga mirosxo'rdir. Iymon etgan, ammo Madinaga hijrat qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hijrat qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Kofirlar yordamda va mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qolayimqanchilik tug'iladi. Iymon etganlar, Madinaga hijrat qilganlar, Allohning yo'lida jihad qilganlar, yurtida muhojirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansorlar. Ani shular haqiqiy mo'minlardir. Ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Keyin iymon etib Madinaga hijrat qilganlar va sizlar bilan birga jihad qilganlar sizlardan sanaladi. Allohning hukmida urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yotlardan eng haqliqdir. Şübhəsizki Allah hər şeyini bilib turğucudur. Surə Təvbə. Bu Allah və onun peyğəmbərinin sizlər bilən muahidə tüzüşkən müşriklərə qaratqan oda juda buluş, yəni muahidini bekar qilish e'lonidir. Ey müşriklər, yer yüzüdə xalqınızlarca 4 ay turunglar, 4 ay yürünglar. Bilinglar ki, sizlar Allohning azobidan qechib qutlanmaysizlar. Bilinglar ki, Allah kofirlarni xor qilguchidir. Bu cho'ng haj kunida Allah va uning payg'ambari tarafidan kishilarga chiqarilgan e'londir ki,
Allah va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir. Agar kufridan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda ketaverishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'rsanglar, bilinglarki, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahida tuzgan, muahidaga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlar kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidaga uning vaqti to'shqaniga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga ilinglar, qo'rshanglar, ularning o'tadigan yo'llarini ko'zitib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qiluvchilarga mag'firat qiluvchidir, rahim qiluvchidir. Agar mushriklardan biror kishi sendan omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib, uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jini, meli omon topadigan joyga yetkazib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. Allohning va uning payg'ambarining qarashicha, ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandaqmi muahida degan narsa bo'lsin. Ammo Masjidi Haram qichida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladi ekan, sizlarmi vafo qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Mushriklar ahdisiga qandaqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni ig'izlarida xo'sh qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular mo'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Ey mo'minlar jamoasi, ahdi berganda ishkan qasamini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mo'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Ularga urush ichinglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mo'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Hem ularni dillardagi ochiqdan xalos qiladi. Alloh xohlagan odamni tövbega muvaffaq qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohning payg'ambaridan va mo'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turug'liq,
ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlariniovat qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini ovat qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'qigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla ovat qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramniovat qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. İman etqanlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. Ey mo'minlar, agar otalaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrini ortiq ko'rsa, kufrida mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. İçinlardan kimlarki ularni do'st tutadi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammi mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi suyimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Alloh fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming. Düşmanlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zimin sizlarga tortuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mo'minlar bilan tashlab, orqanglar qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mo'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirish va asir ilinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir. Nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yildan keyin ular Masjidi Haramga yaqinlashmasin, ya'ni haj qilmasin, umr qilmasin. Agar sizlar, ey mo'minlar, mushriklarning haramga kirishdan manni qilinishi bilan peqirliqdan qo'rqsanglar, Alloh xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Alloh sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudilar Uzayrini Allohning o'g'li, Nasoralar Isoni Allohning o'g'li deb
e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilingan narsalarni harom bilmaydiganlar va haqdan, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. Yahudiylar Özeyr Allah'ның oğuldur dedi. Nasaralar Mesih yani İsa Allah'ның oğuldur dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandaqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Ular o'zlarining Hebirlerini, rahibelerini, Yahudiler bilen Nasaralarning dini başlıklarını, ölümalarını ve Meryem oğlu Mesihni mabud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning parvardigori Allohdan boshqa hech mabud barhaq yo'qdir. Allah ularning sherik keltirganliklaridan pokdir. Ular, yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar, Allah'ның nurunu, yani İslam dinini, eğizleri, yani yolgan, yavdaq, bühtanları bilen öçürmekçi buludu. Allah öz nurunu üstün qilmay qanmaydı. Kafirlar bunu yaman köygen taqdirdi mu? Allah haqdin, İslam dinini barlıq dinlardan üstün qilish uchun özünün peygamberini, yani Muhammed aleyhisselamni to'liq hidayet ve haq din bilen evetti. Müşrikler onun üstün buluşunu yaman köygen taqdirdi mu? Ey müminler, Hebriler ve rahibelerden, Yahudi ve Nasara ölümalardan, nurgunları, kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın diniga kirishdan to'sidi. Oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga dozaqda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida u oltin kumushlar jahannamning o'tida qizitilib, uning bilan ularning peshonlari, yonlari va dumbilari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. Shubhisizki osmon va zamin yoritilgandan tortib, qamari oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lahul Mahfuzda 12 dir. Ulardan 4, ya'ni Zulqaida, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ridindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ridindir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan, Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. Oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytirish, kufrini ziyoda qilishdir. Bunun bilan kafirlar ozdirildi. Ular Allah haram qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil haram qiladi. Shuning bilan ular Allah haram qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey mo'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa,
немишқа yurtinglardan ayrılğınlar kelmeydi? Немишқа yurtinglardan ayrılğınlar kelmeydi? Dünya hayatını ahiretdeki bəxt bilan tegishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan silishtirganda arzimas narsadir. Agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Allah haqiqatan onunğa yordam qilgan edi. Öz vaqtida kafirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Onunğa faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamanda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh onunğa, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik beg'ishladi. Onunğa farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmidinglar? Kafirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey mo'minlar jamoasi, sizlar yinik bo'lgan yoki og'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh qari, piyoda, ulaqlıq bulunlar, oңuşluq və qiyin şəraitdə bulunlar, ixtiyari və ixtiyarsız bulunlar. Həmmə əhvalda cihadqa çıxanlar. Allah'ın yolunda meninlar. Allah'ın yolunda melinlar bilən, cininglar bilən cihad qılınlar. Əgər bilsənglar, mundaq qilish sizlar üçün yaxşıdır. Əgər ularning dəvət qılğanını oson qo'lga keladigan g'animat və yiroq emas, o'tirhal safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana ergishib, g'animat elish maqsadida chiqadi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular bilan Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdiq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini halok qiladi. Allah biladi-ki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmog'icha nemishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding? Ey Muhammad, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'rmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad, senden faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni bala ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tengirqab yuriydi. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga öylerde qilib qağucular, yani oyallar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytadi. Oranglarga bo'lgunchilik silish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ular uchun tinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ich-teshini obdan bilguchidir. İlgiri ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bo'lgunchilik silishga uringan, sana hili mikirlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundaq bo'lishini, ya'ni dinning ustunlik qozonishni yomon ko'g'chilardir. Ularning orasida menga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin, meni baloga giribdor qilmag'in, ya'ni Rumning oyollari bilan gunoh qilib silishimga sababchi bo'lmagan deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribdor bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. Agar sen biror yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat
agar sana birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mo'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmo Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashni kutyapmiz. Sizlarmo o'zinglarga kelganni kutinglar. Bizmo albatta o'zimizga kelganni kutaylik. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafhlari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xush yoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. Ularning mol-mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'izda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsaydi, ular shu tarafga qarab albatta yurishgan bo'ladi. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Allah bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rg'uchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi va payg'ambarni o'nglagan narsaning hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadiq deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostilla mo'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatgan, uning do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoldiganligini bilmamdi. Ani shu cho'ng rasvolikdir. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mo'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xolig'ininglarcha masxara qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qiladi. Ey Muhammad, agar sen ularning masxara qilganligini so'rasang, ular biz rost emas, faqat ichpushqi qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini
ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxir qildinglarmi degan. Sizlar yolg'on qasam ichib, o'zir aytmanglar. Sizlar iymon etqininglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afo qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. Munofiq erlar bilan munofiq ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishqa bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi. Ya'ni bexillik qilib sadaqa bermaydi. Ular Allohni unutdi. Ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi. Ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Shubhisizki munofiqlar fosiqlardir. Alloh munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Alloh ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarnikiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nisibisidan bahramand bo'lgandek, sizlarmi dunyoning lazzatlari jihatdagi nisibanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmi botilga cho'mdinglar. Ana shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ana shular ziyon tatquchilardir. Ulardan burun o'tganlarning Nuh, Od va Samud qavmlarining, İbrahim qavmining, Madiyan aholisining, ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar ilib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular kofir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Mo'min erlar, mo'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi. Yomon ishlardan to'sidi. Namozni to'liq ado qiladi. Zakot beradi. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh mo'min erlar va mo'min ayollarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinish silish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy? Ular, ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufri so'zni aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhisalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'risa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. Ularning ichidagi ba'zilar, agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beratdik, albatta yaxshilardan bo'latdik deb Allohga ahd qildi. Alloh ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chog'da bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi.
Ular sadiqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdagi yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. Allohning ularning ishki sirlarini, o'zaro qilishgan yo'shirin so'zlarini bilib turganligini, bütün g'ayiblarni cho'nqur bildiganligini ular uqmamdi. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qiluvchilarni, toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qiluvchilarni ayiblaydi. Ularni masxir qiladi. Alloh ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Rasulullohga xiloflik qilib, Tabuk g'azotida chiqmay qilib qolganlar, Tabuk g'azotida chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar uydirda bahramon o'tirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushundigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqatdi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. Agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga ib basa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan billa mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan billa chiqib urush qilmanglar. Şübhesizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bahramon o'tirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'tiringlar. Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustida turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Alloh dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Biror sura nozil qilinib, Allohga iymon aytinglar va Allohning payg'ambari bilan birga jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi moldorlar sendin g'azotdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay, uylarda bahramon o'tirg'uvchilar bilan birga bo'layli deydi. Ular uylarda qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kasallar va ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihaddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etganlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ani shular ikkili dunyoning yaxshiliklariga nail bo'ladi. Ani shular maqsadga yetguchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Airobilardan o'zlari bayon qiluvchilar jihadga chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib, Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi. Ya'ni airobilardan yana bir turkumi jihadga chiqmadi. O'zlari bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kofir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ojizlar, ya'ni yashangan bo'vaylar, kasallar, jihadga chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsinlar.
Cihatqa chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qiluvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Yana mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Ular cihatqa chiqish uchun sendan ularga so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan ulog'larim yo'q deding. Ular cihatqa chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boydirib cihatqa chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar ayblanishi kerak. Ular cihatqa chiqmagan ayollar, kasallar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Allah ularning dillarini pechatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi.